Mana ekologiya muhit buzilyapti. Mana qarang, havoni tozalaringni qarang. Mana o'tirgan joyda mana lolalar qarang. Mana shuvoqlar turibdi. Bularni hidiga mazza qilasiz. Chiqib mana shallarda ko'rib shallarda tomosha qilinglar. Mana lolalari bor mana. Men ko'rsatib o'taman mana lolalarni. Shirin havolarni mana. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar borda. Biz yurtimiz go'zal makonda. O'zbekiston go'zal makon mana. Shuning uchun go'zal makonlarda asrashimiz kerak. Asramasak bo'lmaydi. Bunisi ham bizni ketaversa, bunisi ham bizni ketsa, bu ekologiya degan narsa buzilyapti mana. Lola qizg'aldoqlarni qarang. Mana. Men sizga ko'pini ko'rsatib o'taman. Mana bizni qishloqda shunaqa santrlar ko'p joylashganki, biz buni ko'rsatib o'tamiz sizlarga mana. Shu bizni qishloq bo'ladi. Chimyon Langar mahalla fuqaro yig'iniga qarashdi. Langar Aziz degan joyda shunaqa santrlarga ko'p joylashgan. Shunaqa chiroyli bizni joylarki, havosi undan toza. Toshkentda havosi hech narsa emas buni oldida. Mana fuqarolar ko'ringlar. O'zbekistonda. O'zbekiston insonlarini ko'ringlar bizda havolarda. Mana shunaqa mana adirli ustida turib biz mana shunaqa chiroyli giyohlar chiqyapti mana. Mana ko'ryapsizlar mana chiroyli giyohlar. Mana qishloqlar. Bu tomoniga qarasangiz boshqa qishloq, bu tomonga qarasangiz boshqa qishloq. Mana shunaqa chiroyli qishloqlar. Sakkiz mana O'zbekiston. Mana pastdan ko'rib temir yo'lchilar sihatgohi. Chashma bor, Chimyon Respublikasi bor. Respublikamizda bitta mana Chimyon. Shotdan ko'rinyapti. O yog'i Zilol, o'sha Teshitog' degan joylar. Mana bizning aslamli qishlog'imiz. Qishlog'imiz shu tomonda. Mozorlar shu tomonga joylashgan. Chiroyli joylar mana. O yog'i Tiva tomonlari Qirg'izistonga qarashli. Bari O'zbekiston. O'sha adillarga chiqamizda ko'ryapmiz. Mana bu davlat yerlarini noqonuniy o'zlashtirganlar ham bor ekan. Mana telecentr joylashgan o'sha televiziya deydi. Ko'ryapsiz. İnsanlar to'ymay qoldi. Shunaqa chiqib kelyapti. Bularda bittasida ham kadastr degan narsa yo'q.
shularni kadastrini qilish kerak. Bo'lmasa bu O'zbekiston hududida bunaqa xunuk joylar bo'lib ketadi. Adirlar chiroyli bo'lishi kerak. Uy solishni o'rniga bo'ka shu o'simlik daraxtlarni ekishib chiroyli qilishsa, o'sha yaxshi bo'ladi. Bunaqa imoratlar qurishni boshlashdi. Shu ekologiya degan jamiyat bor. Shu kelib shu chetlarni ko'rmasa bo'lmaydi. Bizni qishloqda mana hamma egallab yotibdi adirlarni ustini. Odamlar yer balosidan qolgan. Shuning uchun biz sizlarga ko'rsatyapmiz ko'p joyda. Hammamiz 2 metr joyga boramiz. Lekin to'ymayapti insonlar. O'sha o'zicha bu adirlar o'sha bizni tog' deyiladi ko'p joyda. Shunaqa chiroyli joylar. Bular o'zi yo'qolishni boshlayapti. Tekis bo'lyapti, pasayyapti. Shu bilan yo'qolish arafasida turibdi. Shu ekologiya vazirligi shuni ko'rib turgan bo'lsa, masalaga kelsin, mana biz ko'rsatamiz shu qo'limizda bo'lgan syomkalarni. Mana shunaqa joylar bor mana. Adirlarni solib o'zi tugatishni boshlashdi hamma yo'q. Mana qarang, mana qarang. Bunaqa priroda ancha-muncha joyda topilmaydi. Shu chiroyli joylar mana qarang, o'zi buzilib ketyapti. Bunday qilib reshotka qilib to'sishib olyapti. Mana adirda to'sishni boshlashdi o'sha. Imorat quryapti olib chiqib. Ko'ryapmiz. Shartlarda mana svetlar yonib turibdi. Uchmagan. Boyda bular, boy. Boylar ashna qilib to'siyapti. Buni ko'rishimiz kerak. O'sha ekologiya vazirligi ko'rib turgan bo'lsa, shu boyliklarni yo'qotishyapti. Shuni to'xtatishimiz kerak. To'xtatmasak bo'lmaydi. Mana qanaqadir boyliklar bor sharlarda mana. Bo'lashyapti. Toshlar shu shag'al degan narsalar serob. Bunaqa manzaralar bo'lyapti mana chiroyli. Mana. Mana qilib odamlar uy sovolyapti haqiqatga. Ekologiya buzilyapti-da. Bo'lgan sari ekologiya yo'qolyapti. Ekologiya mana tevasini surib olib tushyapti pastga. Mana shu boyliklarimiz yo'qolib boryapti. O'zbekistonda bunaqa lola qizg'aldoqlar yo'qolib ketyapti. Ertaga lola qizg'aldoqni o'rniga odamlarning uyini qidlamaymiz-ku, odamlarning uyini ko'rmaymiz-ku. Odamlar to'ymay qoldi. To'ymagan uchun adirlarni ham surib uy solishdan avval. O'zbekiston ahli, o'sha vazirlar mahkamasi, o'sha prezidentimiz ko'ryapti degan bo'lsangiz, mana shu tabiatni yo'qotmaylik kelinglar. Shu tabiat uchun kurashaylik. Mana tabiatdan qarang mana. Shunaqa chiroyli joylar o'zi yo'qolib ketyapti. Lola qizg'aldoqlarimiz mana. Bunaqa adirlar ham surilsa, olib ketaversa, hech narsa qolmaydi-da. Keyingi avlodimizga o'sha bizdan qoladigan avlodlarga nima deb o'tamiz biz? Shallar shunaqa joylar bo'lgan deb aytsangiz birov ishonmaydi yoshlar. Hozir buni to'xtatishimiz kerak. To'xtatmasak bo'lmaydi bunaqa joylarni. Mana ko'ryapsiz. Men ko'rsatib o'taman. Ko'p joylarni ko'rsatmasam bo'lmaydi sizlarga. Mana shunaqa joylar bo'lyapti.
Mana odamlar tekizlab hamma yo'lda mana yo'qotyapti. İnsanlar to'ymayapti, hech narsaga to'ymayapti. Mana ko'ryapsiz, ko'p joyda tekizlanib, bunaqa uylar qilib tashlagan, boshqa qilib tashlagan. Mana o'sha ekologiyamiz yo'qolib boryapti. Mana bunaqa lola qizg'aldoqlar o'sha tuproq tagida qolib ketib, yo'qolib boryapti. Men buni gapirmasam, bu unisi gapirmasa kim gapiradi? Kimdir gapirish kerak-da bularda. Bu ekologiya tomonidan gapirmasak bo'lmaydi. Hurmatli vazirlar, mahkamasining raislari, Tanzila Norboyeva, mana ko'ringlar shularni. Mana ekologiya buzilib boryapti, ekologiya. Toza muhsa yaqinda bu santorlarga ham odamlar kelmay qo'yadi o'zi. Nimaga siz santorlar ham o'zi aqlga arab ketishga boshlaydi. Nimaga? Prirodalar yo'qolyapti. Odamlar naslidan qolmayapti. Yatti tekizlab, batti tekizlab yer qilyapman. Teraga kelyapti, boshqa narsaga kelyapti. Buni To'tataxon davri keldi. Mana shunaqa prirodalar yo'qolib ketyapti mana. Bay. Mana bu hidni qarang, mana qarang. Giyohlarda hidi shunaqa shirinki, buni maza qilasiz. O'zi adillikni sog' joyi shatib qolibdi xolos. Boshqa joyini tekizlashib o'tdi o'zi. Vaqt yo'qotishyapti. Biz indamasak, unisi indamasa, bu yo'qotishib oladi buni. Sog'liqni saqlash vazirligi mana sizlar ekologiya bo'yicha gapirasizlar, mana havo tozaligi uchun deymiz. Mana bunaqa lola qizg'aldoqlar o'zi yo'qolyapti hammasi mana. Yo'qolib odamlarni yeriga nalib ketyapti. Unisi men sotib olganman, bunisi men sotib olganman deydi. Kim sotib olgan, qanaqa sotib olgan? Uni bilmayman nima bo'lyapti. Men shundan o'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan so'rayman. Shu qishloqlarda, biz joylarda kelib o'rganishib, shunaqa ekologiya muhit degan narsa bor. Shularni asrab qolishimiz kerak. Bularni asramasak, bu ba'zi bir tindog' ichidagi o'sha qidiruvchilar shularni sotib olyapti. Shularni olyapti. Mahaldan chiqib bu tabiat qo'ynini yo'qotyapti bular. Bular yo'qolgandan keyin odamlarni uyi bosadi tevalarda. Uy bosgandan keyin o'sha muhit, undan chiqayotgan hidlar ekologiyani buzadi. Odamlar kasallik ko'payadi. Qishloqda odamlar nimaga kasal bo'lmayapti ko'p hozirchalikka. Bunaqa toza prirodami, tozami ob-havodan nafas olyapmiz. Men qarang, shirinligini qarang bularni. Oh, shirinligini qarang. Hidiga kirsangiz mazza qilasiz. Endi bunaqa qilib odamlar buzib, buni joyini o'ziga o'zlashtirib olsa, bunaqa ekologiya muhit degan narsa qolmayapti-yu. Mana o'sha O'zbekistonda ko'rib turgan jamiki o'sha davlat idoralariga aytaman, kelib o'rgansin. Bu toza muhitni o'rniga qo'yishimiz kerak. Hamma g'ajib ketaverish kerak emas-u. Qarang, lola qizg'aldoqlar chiroyligini qarang. Xayr, salomat bo'linglar. Bu bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi shug'ullanishini xohlayman. Men ijtimoiy tarmoq uchun Saytam Rustamxon, Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i Langar mahallasidan syomka uchun Rustam Saytam Rustamxon.